tomonlarini keyin ana shunga mos algoritm ishlab chiqadida kubik rubik teradi. Lekin hozir kubik rubigini ochig'i topolmadim. Qarab ko'rish kerak, olib qo'yilgan bo'lishi mumkin. U narsa ham shu jarayonga qarab turib ishlaydi. Endi o'quvchilarning yosh to'plamiga qarab bundan yuqori darajaga o'tgan o'quvchilarimiz uchun Arduino asosida ishlaydigan bularga Arduinoda maxsus kodlar yoziladi va harakatlantiriladi. Bundan ham yuqoriroq darajaga chiqqan o'quvchilar uchun Raspberry Pi degan robotimiz bor. Bu robotimiz ranglarni ajrata oladi. Masalan, bu qizil jismni berib turib, uni ushlash to'g'risida buyruq berilsa, bunga asosan Pythonda kod yoziladi. Masalan, buni ko'ki ham bor, mana shuni olib bering. Masalan, shu ikkitasi yonma-yon qo'yilib turib, agar aynan qizilni ushladigan buyruq berilsa, mana boshida ko'zi yordamida rang detektori bilan ajratib oladi rangni. Aynan shu qizilini topib kelib ko'taradi. Yoki masalan, shu qizil rangi borib turib tep degan buyruq berish mumkin, buni tepadi. Ya'ni buni ichiga Pythonda kod yoziladi. Shuning uchun yuqoriroq yoshdagi o'quvchilar, ya'ni dasturlashga nisbatan ancha yaqin bo'lgan yoshdagi shu narsani tushuna oladigan o'quvchilar bo'lsa, bu juda ko'p funksiyalarni bajara oladi. Hozir o'ziga zaryadni boylig'i bilmayman. Keyin buncha ham kod yozish kerak. Bir marta kodini esdan chiqarib yuboradi. Shuning uchun yonadi, bu raqsga tushish kerak, kodini yozish kerak. Politexnika institutiga ham xuddi shunaqa qo'yilgan-da. Yo'q, buni hozir yasda kodi yo'q ekan. Kodi bilan ishladi. Bunda bolalar qatnashadi. Bolalar qatnashadi. Endi biz yaqinda ochildik. Hafta bo'lyapti. Ochilish jarayonidan o'zimiz pizaga chiqib ketib qoldik. 6 yoshdan navaram bor, qiziqadi. Lego yig'ishga harakatga kelib olib ketsam bo'ladi. Bo'ladi ha. 6 yoshdan. 6 yoshdan bo'ladi, faqat u boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ham boshqa kichkinaroq yoshdagi laboratoriyalar mavjud. Alternativ bor, uzoqyapti. Ya'ni bularga kelib ketish uchun bir yaxshiroq. Vaqtinglarmi? Bu video bak kelmaydi hozir. Bunga programma kompyuter orqali yozib boshqarasizlar? Bunga kompyuterda Pythonda kod yoziladi. Bunga bularga Arduinoda kod yoziladi.